Assalomu alaykum. Men Uzbek Invest eksport import sug'urta kompaniyasi xodimi Samandar bo'laman. Bugun mana Ximchan tibbiy klinikasidan tibbiy ko'rikdan o'tmoqdamiz. Biz 26 kishi korxonamiz ishchilari ertalab soat 8:30 da kelganimizda Ximchanga xodimlari xushmuomalalik bilan kutib olishdi va darhol boshlab yubordik. Mana hozir soatimiz 11 bo'ldi va qariyb biz mana shu etaplardan o'tib bo'ldik. Bu yerni tanlaganimizning sababi juda ham sifatli xizmat ko'rsatishadi. Barcha yangi texnologiyadagi kompyuterlashgan tibbiy uskunalar bilan jihozlangan bo'lganligi uchun hamda tezda bizni tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi hamda hattoki bizga nonushta ham tayyorlab berishdi. Shu jihatlar uchun barchaga Ximchanni tanlashni tavsiya qilaman.